Assalomu alaykum vatandoshlar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana bugungi ishimizni yana bir fayzli xonadonni tungi quyoshlarni qilgani kelganmiz. Namanganning Kosonsoyga kelganmiz. Shu yerni bilganlar bormi? Ustalarimiz javlon olib ishni boshladi mana bu tarafda. Tarnovni, eski tarnovni chiqaryapmiz. O'rniga yangi tarnov qo'yamiz, cho'qsiz tarnovlardan. Maloshniy bo'lar ekan tarnovimiz ham. Xohlasa videolarni ham tashlaymiz bularni ham. Javlon olib ijodlarimiz xohlasa. Biz kanalimizni tomosha qilishda davom etinglar. Balki keyingi safar sizni yuzda bo'lishimiz mumkin. Sizlar bilan Solijon Tulkafon jamoasi bo'ladi.